Bugun 2026-10 may sanasida Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanidagi Yangiyo'l guruch ta'minot sholi klasterining 82-kontr dalasidamiz. Ushbu sholi 25-aprel kuni sholi ekilgan. 8-may sanasida Kartel kompaniyamizning Ksivel girbisisti qo'llangan dala. Mana ko'rishingiz mumkin. 13-kun girbisisti qo'llanilgan, erta qo'llangan. Mana oq kurmak, qizil kurmaklarga mana yuqori samara bergan mana. Ikki palalarga ham samarasi yuqori bo'lgan. Gektariga 2 litr sarflangan. Hozir ko'plab dehqonlarimizni o'ylantirgan savollarga javob berishga harakat qilaman. Ya'ni 3 yillik sepilgan Ksivel qo'llangan dalaga 2,5 hamda undan oshiqroq sarfiyatda qo'llash tavsiya beriladi. Shamol tezligi 3-4 km, havo harorati maksimum 28 gradusgacha girbitsid qo'llanish kerak. Qolgan ma'lumotlarni 91 kodi bilan 016711 90 kodi bilan 830 02 03 raqamlaridan olishingiz mumkin.